eshitib oling, mana shu uzoqda turgan bo'lsangiz ham. Qani o'zlari? Behruzjon, mana bu salomlar sizga bo'ladi, eshitib oling. Onlayn salom qilamiz Behruzjonga. Qani, eshitib turibsizmi kuyov bola? Baxtli bugun qo'sha qaragur. Qani siz? Behruzjon. Keling qizimiz bilan baxtli bo'ling. Kela qoling akajon. Sher yigit, albomish yigit, bormisiz? Omonmisiz? Esonmisiz? Keling qani. Keling qizim bilan qo'sha qaring. Otalik, onalik baxtga muyassar bo'ling. Salomlarimiz sizga bo'ladi. Keling qizimiz oldidan. Keling qizimning tabiblari. Keling qizimizning tabibi. Turing bunday. Baxtli bo'ling. Qo'sha qaring. Uzukka ko'z qo'ygandek mos bilan bir-biriga. Qarsiylar bilan olqishlaymiz yoshlarimizni. Ko'z tegmasin baxtlaringizga. Ey kasbim shimlar yarashgan, mana shu qizga qarashgan, boshqasiga qaramagan, faqat shu qizga qaragan. Kelin salom qiladi, ibo bilan eganadi, hayo bilan eganadi. Kelin salom yor yor, sizga salom yor yor. Qabul aylang kuyov bola, Behruzjon. Kelin salom yor yor, qabul aylang kuyov bola. Yana salom yor yor. Baxtli bo'ling, qo'sha qaring. Qarsiylar bilan olqishlaymiz. Yashang. Rahmat. To'xtang, hali ketmang. Shoshmang, sizga gaplarim bor. Pasaytiramiz. Qani davraga qaraylik, menga yoshini olmagan boshimdan. Ey Behruzjon, sizga millionta qizlar yeta olmadi. Dardlarini ayta olmadi. Telefonda, Telegramda, hatto o'rtaga odam qo'yib ham sizga yeta olmadi bolam. Sizni bir qosh qoqishingizga, shirindan shakar so'zlaringizga, mana shu qaroqishda nechta qizlar zor bo'lib qoldi. Mana shu qiz sizni ilib ketdi. Ajob bo'ldi, xo'p bo'ldi. Kecha katta to'y bo'ldi. Ota bo'ling, ona bo'ling. Baxtli bo'ling, qo'sha qaring. Mana shu qurayotgan yangi oilangizni boshiga nima bo'lsin? Qo'rg'onbek bo'lsin.